chiqdi. 12:30da keldim. Assalomu alaykum yaxshilar. Bugun Amudaryo tumani Manqi shahri Qilchvoy yo'lida Do'ndamiz. Sababi Kaltakul Afg'oniston yolg'iz bolasining boshına tashvish tushib qolgan. Oyog'i 2 marta singan, izi yomon kasalga aylanmoqda. Doktorlar tashxisda asriy sarkoma deb qo'ygan. Davolanishga mablag' yetarli emas. Opaning bag'uvchisi shu bola bo'lgan, bu boladan lekin oyoqda yura olmay o'tirib qolgandan keyin oilaviy sharoit ahvoli og'ir. Shu sababli sizlardan yordam so'rab, ehson so'rab chiqyapmiz. Shu oilani xudo xolasa shu akamizni oyoqqa qo'yishimiz kerak. Uylanmagan, oilali bo'lgisi keladi. Opay nevarali bo'lsam deyman deydi. Shu o'raza hayitda bir yaxshi oylarda bir ehson qilsak, qo'ldan kelgancha oyog'ini yaxshilashga bir doktorga bir aparib oyoqqa qo'yib yuborsak, bir odamning hayotini o'zgartirib, bir yaxshi tomonga o'zgartirganga erishgan bo'laylik sizlar bilan birgalikda. Mana aypa o'zing ham so'ylam. Yaxshilar yordam beri, balamning oyog'i 7 yildan beri sinib davolatolmayapman. Shunga yordam bersanglar, uylanmagan, uylansin, meni bir yaxshi kunlarni ko'rayin, men yordamingizga muhtojman. Yaxshilar yordam berin. Xudodan qaytsin, mendan qaytmasa, yaxshi kunlaringiz bo'lsin, oilangizga baxt keltirsin. Yaxshi kunlaringizni ko'p ko'rgaysizlar, bolaringizning hayotini ko'rgaysizlar, qo'li ko'zingizlar ko'rmagay. Yaxshiliklarimiz Xudodan qaytsin, mendan qaytmasa. Sizlarning yordamingizga muhtojman. Bolam yaxshi bo'lib ketsin. 73 yoshdaman, men ko'zlarim, quloqlarim eshitmayapti. 7 yildan beri shu dard chekib davolatolmayman. Qayerga apararimni bilmayman. Endi Toshkentga aparamiz dedi doktorlar, bunaqa bilmayman. Shu Xudoning o'zi bir yordam etsin, qolaversa sizlar. Xudo xolasa biz bir sababchimiz, Alloh taolo har bir bandasini ko'nglini yaxshi qilsa. Xudoning o'zi kuch-quvvat bergay, sizlarga shifosin bergay, Xudoning o'zi balaman. Xudo xolasa birlashsak biza katta kuchimiz. Prezidentimiz shunday gap aytadi, xalq birlashsa katta kuch bo'ladi deb. Birlashsak Xudo xolasa barisini yengamiz. Yordam bo'ladi Xudo xolasa inshaalloh, akamiz ham yaxshi bo'lib yurib ketadi. Hammasini shu saxovatimizga muhtojmiz. Oilani ko'rib turibsiz. Oilaning ahvoli og'ir. 7 yildan beri bolasi kasal chekib o'tirgani uchun uyga ham qaramayapti. Uyga bor yo'q narsalarni sotib, qo'ldan kelgancha qaratgan, lekin hozirgi kunda bolasining ahvoli og'ir. Sababi kasallik o'zgarib boryapti. Vaqtida lecheniya olmagani uchun doktorlar aytayapti, bir lecheniyaning o'zi 1.600.000 so'm bo'ladi deyapti. Bularga kamida 8 lecheniya kerak ekan. Shuning uchun bundan ham tashqari yana operatsiyasi kerak ekan. Shuning uchun birgalashib katta kuch bo'lamiz degan umiddaman. Shunday ulug' oylarda, o'raza oylarda sizlar bilan birgalashib savob qilsak, Xudo xolasa bari yaxshi bo'ladi. Farzandlarimiz uchun, kelajagimiz uchun, yurtimizning tinchligi, osmonimizning musaffaligi uchun ehsonimizni beramiz degan umiddaman. Karta raqamlar qoldiraman, karta raqamlarga pullarni tashlasangiz, Xudo xolasa barisini qo'yib boraman. Bolnitsaga doktorga olib borib, doktorlar bilan gaplashib, yaxshi bo'lganlaricha Xudo xolasa qo'yaman. Agar siz uyga kelib, darushka beraman desangiz, parda beraman desangiz, posuda beraman desangiz, Qilchvoy yo'lda 37da korpus 37da degan Eshanovi korpusi deb aytiladi. Bemalol kelsangiz 9-joy.